Hurmatli hamkorlar, hurmatli mijozlar, bizga yana bitta ajoyib mahsulot keldi. Nemetskiy texnologiya, Germaniya texnologiyasi, Nirlish brendi bilan yangi kofemiz. Bu 225 gram bo'lib, 15 ta ichida sashesi bor. Mana bunday holatda. Har biri 15 gramdan iborat. Buni o'zim tanovul qilib ko'rdim. Birdaniga bittasini ichiladi. Qaynoq suvda emas, iliqroq suvda eritilib yaxshilab ichiladi. Nima beradi, nima his qildim? Tetiklik, birinchi navbatda tetiklikni his qilasiz. Yana bu kofe, peptidli qattiq kofe deyiladi. Peptid organizm uchun juda ham kerakli. Ya'ni bu immun tizimni normallashtiradi. Inson immun tizimini normallashtiradi. Antioksidant xususiyatga ega. Ya'ni organizmdagi ana shunday xususiyatga ega bo'lgan melatonin va serotonin kabi gormonlarni ishlab chiqarishni stimulashtirib beradi. Immunomodulator hisoblanadi. Inson organizmidagi teri hujayralariga ta'sir qiladi. Terini silliq qilib tiniqlashtiradi, ayniqsa yuz terisini. Insonni yoshartiradi, tetiklashtiradi. Immun sistemaga juda ham kerak. Yosh bolalarga, homiladorlarga, emiziklilarga, yana sahrin diabeti, ya'ni qandli diabetda mumkin emas. Kuniga 2 ta sashe ichish mumkin, ertalab va kechga. Yana terilarimizni antibakterial himoyalab beradi. Yoshartiradi. Gialuron kislotasini organizmda sintezlash xususiyatiga ega. Inson teridagi kollagenlar, elastinlar parchalanish oldini olib, mana shu kollagenlari paydo bo'lishi olib keladi, paydo bo'lishiga, xususiyatiga ega. Kelingizlar, olingizlar, juda ham ajoyib. Buni ichib ko'rib his qilasizlar.